Nimaga qodirligimni ko'rsatmoqchi edim. Maktabimiz qoidasiga ko'ra begonalar bilan bellasha olmaymiz. Seni may qilib qo'yishimiz mumkin. Menda bir nima bor. Raqibim shikastlanmasligi uchun mana buni kiyib olishi mumkin. O'zimni sinab ko'rmoqchiman. Buning uchun hatto olishga ham roziman. Ishtonini qo'llab qo'ygan kimsa o'zini jangchi deb faraz qilyapti. Unga saboq berib qo'yishimiz kerak. Aynan shuni o'tinib so'rayman.